Assalomu alaykum. Bugungi ish tajribasi bo'lsin navbatdagi uchrashuvimiz. Bugun 11 fevral. Sizlarga Dilbar kredit mahsulotini tanishtirib o'tmoqman. Bu Dilbar kredit quyidagi shartlar mos keluvchi yuridik va yakka tadbirkor subyektlarga ajratiladi. Kamida 1 yil bo'lgan bo'lishi kerak, ro'yxatdan o'tgandan, oboroti bo'lib turgan bo'lishi kerak. Kreditning maqsadi, asosiy maqsadi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun ajratiladi. Kreditning summasi 50 milliondan 500 milliongacha ajratilishi mumkin. Kreditning muddati biznesni kengaytirish uchun 36 oy, asbob uskuna, jihoz va asosiy vositalarni sotib olish uchun 60 oygacha ajratiladi. Imtiyozli davrimiz 6 oygacha bera olamiz. Kreditning foizi 100 milliongacha 23%dan, yillik 100 milliondan 500 milliongacha 21%da ajratiladi. Bunda moliyalashish manbasi bankning o'z mablag'i hisobidan ajratiladi. Kreditning